Down va Klinefelter sindromi hamma biladigan irsiy kasalliklar. Irsiy kasalliklarni 100% davo standarti yo'q, davolab bo'lmaydi, lekin uni oldini olish iloji bor. Birinchidan, siz er-xotin bo'layotgan paytda qarindoshmisiz, qarindoshmaslikka juda katta e'tibor beriladi. Qarindosh bo'lsangiz agar, genetik konsultatsiyasiga borasiz va analizlarni aytganini topshirib berasiz. Ikkinchidan, er-xotin qarindoshlar orasida shunaqa kasallik bilan tug'ilgan farzandlar bormi, yo'qmi shu ko'riladi. Agar bo'lsa, bu oilada ham shunaqa irsiy muammo bilan tug'iladigan farzandlar bo'lish ehtimoli bor. Uchinchidan, sizni yoshingiz 35 yoshdan yoshingiz katta bo'lyaptimi, sizda irsiy nuqson bilan tug'iladigan bolalar ehtimoli juda oshib boraveradi. Shuning uchun bunaqa vaziyatsizda kuzatilsa agar, birinchi navbatda qilinadigan ish kariotiv topshiriladi. Ya'ni er-xotin kariotiv topshiradi. Genetikasi pol tekshiriladi. Agar unda muammo chiqadigan bo'lsa, siz ekoga yuzlanishga majbur bo'lasiz. Ya'ni ekoda hosil bo'lgan bolalarni genetik tekshiruv orqali tekshirib, sog'lomlarni tanlab matkaga qo'yib bersa, o'sha ayol sizga sog'lom tug'ib berishi mumkin. Yechim shunaqa bo'ladi.